Bugun biz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi Adhamjon akani paxta yer maydonlariga yetib keldik. Hozir ular bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Adhamjon aka 10 yildan shu sohada ishlab kelayotgan ekansiz, fermerda. Hozirgi paytda adashmasam 25 gektar yer maydon. 28 gektar. 28 gektar. 28 gektarga bu yil nimalar ekdingiz aka? Paxta, g'allachilik. Ko'chani boshida mosham ko'rdim adashmasam, mosham bor. Mosham ekkamiz g'allani joyiga. G'allani joyiga juda ham yaxshi. Paxtani o'zi necha gektar? 14 gektar. 14 gektar. 14 gektarga bu yil eksport bilan Xudo xolos hamkorlashib boshladingiz. Ha, xudo 14 gektar necha foizga, qanchasiga eksport ishlatdingiz aka? 14 gektar. Hammasiga ham? Hammasiga. Hech ikkilanmasdan bittada bera olasizmi 14 gektarga? Birinchisi suspenziya qo'llab ko'rdik-da. Ha, Suspenziyadan keyin paxtani rexlin asosida berib ko'rdik. Berib ko'rdik. Natija yaxshi bo'ldi. Natijasi Natija bo'ldi, Xudo xolasa. Yomon emas natijasi. Hosildorlik qanaqa bo'lyapti? O'tganiga nisbatan. Yaxshi o'tganiga nisbatan. Moddiy tarafi nimacha? Moddiy tarafi ham bo'ladi. Yaxshimi? Ya'ni nima demoqchiman? O'g'it o'tgan yil misol uchun nima bergansiz? Amapozmi? Ha, Amapoz bilan hozir ekstrapozni berganingizda ikkalani solishtirganda o'tdi. Sizga qanaqadir nisbatan foydaliroq bo'ldimi? Ha, foydali. Foydali bo'ldimi? Hosildorlik tomonidan ham. Yo'q, aynan anaqa nima desa bo'ladi? Chiqim taraflama. Chiqim taraflama. Chiqim taraflama ancha foyda bo'ldi. Juda ham foydali yaxshi aka. Xudo xolasa yig'imni qachondan boshlaymiz? Ha, xudo xolasa 10-lardan keyin tushamiz. 10-lardan boshlaymiz. Уже quritilgan dorilar beribdi, anaqalar sepilibdi. 3 kun bo'ldi sepganimizga. Juda ham yaxshi. Bo'ldi akajon, Xudo xolasa quritilgan anaqadan keyin hosildorlikka bitta natijani ko'ramiz, solishtiramiz. Ha, telefondan tashlab beramiz. Salomat bo'ling. Charchama.